Assalomu alaykum. İlimchay gruppasi ovozliq asar sahifasi. 9-qatimliq İlimchayda o'qilgan nodir maqolalardan Yomon gumon va uning xatarlari. Avtori Xonzodam. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadus solihil amin. Allahumma la ilma lana إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين أما بعد Müslümanlarning orasidagi ixtiloflarning muhim sabablaridan bo'lgan yomon gumon haqida to'xtalman. Mücahidlar imami Şeyh Abdullah Azzam rahimahullah shundoq degan. Biz musulmonlar hargizmi dushmanimizdan mag'lub bo'lmaymiz. Balki biz ishki ixtilof sababidan mag'lub bo'lamiz. Mag'lubiyat ba'zi jismonan bo'ladi, ba'zida imonan bo'ladi. Abdullah Azzam bu yerda umuman qilib aytgan bo'lishi mumkin. Demek, musulmonlarni mag'lub qiladigan, hatto halok qilib tashlaydigan narsaning biz to'xtalayotgan tema musulmonlar orasidagi ixtilofdir. Musulmonlarning qalbining bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolishi musulmonlarni mag'lubiyatga duchor qiladigan yoki umuman halok qilib tashlaydigan ish ekanligi Abdullah Azzamning so'zidan chiqib turadi. Demak, bu ixtilofning sharhi hukmi haromdir va xatirmi shundoq cho'ng. Dünyada musulmonlarning kuch-quvvatini ketkizadi va oxiratda azobga duchor qiladi. Yetimlarning, tul ayollarning, mazlumlarning nidolari shu holatda qolib qoladi. Inson nusratdan uzoqlashib ketadi. Allohning rahmatidan mahrum qoladi. Mag'lubiyatga yuzlandi va mazlum holatda qolaveradi. Bugun to'xtalmoqchi bo'lgan yomon gumon bo'lsa, musulmonlar aro bir-biridan yomon gumon qilish yoki bir jamoat yana bir jamoatdan gumonlanish, ya'ni o'zining qarindoshlari haqida yaxshi gumonda bo'lmaslik. Bu ayolni ayirib etadigan narsadir. Qo'lim qo'shnilar, do'st-yaronlar aramu ixtilofni paydo qiladi. Buning sababi ko'pincha oradagi ishonchning ko'tarilib ketishidir. Uningdan boshqa yomon gumon inson va jindan bo'lgan shaytonlarning vasvas qilish sababidan bo'ladi. İblis va uning agash kuchlari bo'lgan kofir jinlar bo'lgan shaytonlar Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha qon tomirlarimizda harakat qilish orqali qarindoshlarimiz haqida bizni har xil, har turli yomon gumonlarga soladi. Mayli uning diniy e'tiqodida, axloqida, mijoz xarakterida yoki chiroyida bo'lsin, hatto ayol bolalarda bo'lsin, har tarafdan yomon gumonlarga soladi. Hozir telefondan iborat bu jihoz yomon gumonning dunyoning u chetidan bu chetiga tarqalishiga kafolatlik qilyotdi. Asli musulmonlar uchun vojib bo'lgan narsa bir-biridan yaxshi gumon qilish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bani tavob qilish jarayonida shundoq degan. Biz musulmonlar qarta faqat yaxshi gumon qilamiz. Musulmonlarning ish harakati va so'zidan yaxshilar gumon qilamiz. Abdullah ibn Umar ibn Majah. Salaflardan bir olim mundaq degan. Men musulmonlarning gap so'zlari va ish harakatlarida yaxshi gumon qilib 70 ga qadar bir o'zri izlayman. Shayton vasvas qilib bir kishi to'g'riliq bir so'zni anglab bo'lguncha darhol u kishiga qarta fikrimiz o'zgarib, kallamizga yomon gumonlar kelib ketadi. Bir qancha xil o'zirlarni kallamizga keltirmaymiz. Uning ba'zi bir sabablari, orqa ko'rinishlari yoki u so'zning orqa keyinda ba'zi bir gap so'zlar bo'lishi mumkin. Yoki ma'lum bir o'zrisi bo'lishi mumkin degandek o'zirlarni izlash zehnimizga kelmaydi. Shuning bilan biz u kishidan qochadigan bo'lamiz. U kishining gapini davomli yomon tushunadigan bo'lamiz. Vaqti kelganda u kishi ustidan yaxshi guvohlik bermaymiz. Orliqimiz yiroqlaydi va qalbimiz uzoqlashadi. Jamoatlar aramu ahvol shuningdek. Fiqhdagi asli hukm bo'lsa, yaxshi gumon qilishdir. Fiqhda agar bir kishining saqilidan haroq tamchivatgan bo'lsa, darhol haroqkash zaboy deb hukm chiqarmaydi. Balkim birsi dushmanlik qilib haroqni yuziga chechivatgandir. Balkim binoning ostidan ketayotganda yuziga haroq chechilib ketgandir degandek o'zirlarni o'ylash orqali hukm chiqarishga aldirab ketmaydi. Chunki u kishi bir musulmon.
Saqaldan tamchivatgan bo'lsa, saqal qo'ygan va sunnatga ahamiyat bergan bir musulmon. Ulamolar yomon gumonni cho'ng jihatdan ikkiga ayirgan. Birisi Allohga, Allohning diniga va payg'ambarlarga yomon gumon qilish. Qisqacha qilib aytganda, Alloh haqida yomon gumon qilish, ya'ni Alloh haqida bo'lmag'ur yomon gumonlarni qilish. Hatto borligi va birligi haqida yomon gumonda bo'lish. Yoki Yahudilarning aytgandek Allohning qo'li bog'liqlik, Alloh piqsiq degandek yomon gumonlarni qilish. Yoki duoyimni ijobat qilmadi deb Allohdan ranjiganda qilib yomon gumon qilish. Bu eng xatarlikdir. Masalan, Allah yolg'iz bir turuqliq qanday qilib butun koinotni bir vaqtda kuzatib tura oladigandu degandek yomon gumonlarni qilishdir. Biz bu kamtuk aqlimiz bilan buning javobini topolmaymiz. Chunki biz bir kishining o'zining aqliga qarta xizmat qilish doirasi borligini, qila oladigan ishining cheklik doirasi borligini ko'rdik. Shunga bizning bu haqdagi tafakkurimiz shu chek-chegaraning ichida qoladi. Allohning aqli va bilimining cheki yo'q. Shu vajidan biz bu masalaga tafakkur tahlilimiz, ilmimiz va aqlimiz bilan javob topolmaymiz. Onundan başqa Allah'ın dini qarta yomon gumonda bo'lish, ya'ni islom dini qarta yomon gumonda bo'lishmi bu turdindir. Bu din hozir rasul zamonga mos kelmamdi nima? Hozir atom davri, madaniyat davri. Bu ayni vaqtda Rasulullohning qo'y baqqan soti davri emas. Shu chaqda insonlarga yetakchilik roli o'ynaydigan bo'lsa, hozir mavi davrga mos kelmamdi nima degandek gumonlar bilan dinga yomon gumonda bo'lmaslik. İslam diniga yomon gumonni bo'lishmi ham xatarlik gumondir. Alloh va Allohning dini haqida yomon gumonni bo'lish insonni dindan chiqarib tashlaydi. Islom dinining shar'iy hukmlari va shundaqla Allohning payg'ambarlari haqida yomon gumonni bo'lishmi bu birinchi turlik yomon gumonga kiradi. Alloh bu kishilarning oqibati haqida Fatih surasining 6-oyatida mundaq deydi: Mo'minlarning dillariga Allohning tamkinlik tushirishi, munofiq va munofiqlarga mushrik va mushriklarga azob qilish uchundir. Ular Allohga qarta Alloh payg'ambariga va mo'minlarga yordam bermaydi deydigan yomon o'ylarda bo'ldi. Ular mo'minlarga yetsin degan halokat ularning o'zlariga yetdi. Alloh ularga g'azab qildi. Ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nima degan yomon joy? Ikkinchi turli gumon bo'lsa, musulmonlardan yomon gumon qilish. Buni sal kengaytsak, insonlardan yomon gumon qilish. Normalda boshqa insonlardan asossiz yomon gumon qilish yaxshi ahvol emas. Ammo biz bilan qarshilashgan dushmanlik sifida o'rin olgan kishilarga nisbatan hushyor turish va ularning ziyonkashliklaridan saqlanish uchun mudofaa sifatida ulardan yomon gumon qilish shar'an joiz. Lekin bundaq bo'lmagan ahvol ostida insonlardan yomon gumon qilish dinimizning prinsipiga xilof. Bo'libmi musulmonlardan yomon gumon qilish haromdir va datalash ixtilofning paydo bo'lishiga, qalblarning parchalanishiga sabab bo'lgan cho'ng omillarning birisidir. Shunga ulamolar shundoq deydi: musulmonlarning yomon gumon qilg'uchining gumoni ham qabul qilinmaydi, shu gumonni qilgan sababli jazolandi va bu cho'ng gunohlarning qatoridandir. Bu gumon birinchi turli gumondek dindan chiqarib etmaydi, lekin ulamolar buni cho'ng gunohlarning qatoridan sanagan. Masalan, İffetlik bir ayolga yomon gumon qilib tuhmat qilgan bo'lsa, dinimizda 80 dar qamchi uriladi. Agar shu Allohning taqsimotini qabul qilib, istig'for aytib, dunyoda vafot etib ketgan bo'lsa, dunyoda tugaydi. Agar undaq bo'lmaydigan bo'lsa, oxiratda va qabrda uni qanchalik temir kaltaklarning kutib turganini bilmaymiz. Alloh taolo Qur'on Karimda shundoq degan: Ey mo'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar, ya'ni oiladagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Ulamolar yuqorqi gunohlarning ikkilisini cho'ng gunohlar qatoriga kirgizgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: Yomon gumondan saqlaninglar. Bu gumon degan gapning eng yolg'ondir. Shunga biz yomon gumon qilish orqali yo'q narsani bor deb da'vo qilgan bo'lib qolamiz. Abdullah ibn Abbas shundoq degan: Haqiqatan Allah bir mo'minning yana bir mo'minga uning qinini, melini, obro'yini harom qildi va shu musulmon mo'min haqida yomon gumon qilishni harom qildi. Buningdan shuni ko'rib olamizki, musulmon haqida yomon gumon qilish xuddi uning qinini to'kkandek, melini bo'lib olgandek va obro'yiga daxli daruz yetkazgandek bir harom amaldir.
Chunki yuqorida aytgandek yomon ta'sirlarni paydo qiladi va biz to'xtalayotgan qalblarning parchalanishini musulmonlarning orasidagi ixtiloflarni keltirib chiqaradi. Shariatimizda birlashish vojib, bo'linish, ixtiloflashish haromdir. Buningga sabab bo'lgan o't yoqadigan narsa dal bu yomon gumondir. Endi bu yomon gumonning paydo qilgan ta'sirlariga kelsak, mayli Alloh va Allohning dini haqida bo'lsin yoki insonlar haqida bo'lsin, umumlashtirib aytgan vaqtimizda insonning shirkka, dalolatga, azg'unlik, fitna fasod va tuhmatlarga, yolg'onchilik va aldamchiliklarga kirib qolishing sabab bo'ladi. Alloh taolo buning ishorat qilib shundoq deydi: Parvardigoringlarga qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortqushlardan bo'linglar. Buningdan boshqa bu yomon gumon Allohning la'natining azabining kuchayishiga sabab bo'ladi. Allohning musuratining tushishi kechikidi. Allohning rahmatining, barakatining ko'tarilib ketishiga sabab bo'ladi. Ibn Qayyim rahimahulloh shundoq degan: Alloh haqida Rabbiga yomon gumonda bo'lgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo uningdan boshqa hech qanday kishilarga va'da qilib boqmagan azobni va'da qildi. Musulmonlardan yomon gumon qilishning oqibati ham bo'sh emas. Buningdan boshqa bu yomon gumon qilish oila va jamiyatdagi butun mushkulotning bosh sababi. Musulmonlar orasidagi butkul qopliqning bosh sababi. Yomon gumon qilish mayli er-xotinning orasidagi, mayli do'st-yaronlar orasidagi butun mushkulotlar, mayli qo'shnilar orasidagi izzo, mayli qo'shnilar orasidagi nizo talashlar, mayli jamoatlar va jamoat a'zolari orasidagi talash ixtiloflarning asosliq sababi buningga hozirgi davrimizdagi telefon, internet buni texnik kuchaytiradigan bir rol o'ynayotidi. Yomon gumonning ta'sirlaridan yana birisi bo'lsa, bu shaytonning insonning qalbiga kiradigan bir o'rni va yuchuqidir. Yomon gumonning joylashish o'rni qalbdir va yoshirin bo'ladi. Buni davolashning yo'li bo'lsa, qalbni poklaydigan amallardir. Ulamolar yomon gumon qilganlarning amalining u kishiga foyda bermaydiganligini deydi. Chunki u yomon gumon uning qalbida qilib olmay tilda ifodalanadi. Ish harakatiga tepidi. Shuning bilan u qalbdagi parchalanish, amaliy sablarning parchalanishiga elib boradi. Umumiy jamiyatda qalayonqanchilik, parakandichilik, sila rahimlarning uzilishini keltirib chiqaradi. Shunga bundaq kishining ibodatlarining qabul qilinishi ham ba'zi mushkul ishdir. Alloh subhanahu va taolo har birimizni qalb kasalliklarining qatoridan bo'lgan, cho'ng gunohlar qatoridan bo'lgan yomon gumondan o'z rahmatiga elib saqlab qolsin. Agar qalbimizda qarindoshlarimizga qarta yomon gumon shakllanib qolsa, Alloh taolo bizni o'z rahmatiga elib buni ko'tarversin. Allohumma aslih zata baynana va allif bayna qulubana wajma' kalimatina wa wahhid shufufana ya rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.